Kunlarning birida, sovuq qish kunlarining birida, hozir qahramonlarimiz aytib o'tgan qishloqda elifchalar yashardi. Elifchalar ahil va inoq yashardilar. Kunlarning birida ular bir-birlari bilan tortishib qolishdi. Tortishuvning sababi bayram archasi yo'qolib qolgan edi. Endi nima qilamiz, axir? Bayram archasi bo'lmasa, kamchilikni qanday qilib tutib olamiz? Qo'rqoq, biz ham xafa bo'lishadi. Yo'q, endi nima qildik? Topdim! Menimcha bayram archasini barcha yuzlarni qilgan Jalmog'iz kampir yoki yo'lmas kashak olgan bo'lsa kerak. Ha, to'g'ri. Chunki o'tgan yil yangi yil bayramini ham Jalmog'iz qilgan edi. Axir u bizdan kechirim so'ragan edi-ku. Endi Jalmog'iz kampirini qayerdan topamiz? Qayerdan bo'lardi? O'rmondan topamiz-da. Ha, to'g'ri, o'ylab-qo'y. Jalmog'iz kampir o'rmondagi hayvonlarning ham bayram sovg'alarini o'g'irlagan bo'lsa kerak. Ha, to'g'ri. Ketdik o'rmonga. Yana boshqa ko'ngilsizliklar yuz bermasdan Jalmog'iz kampirni izlab topaylik. Ketdik! Elifchalar shu kayfiyatda bayram archasini topish uchun o'rmonga yo'l olishdi. Havo juda ham sovuq bo'lgani uchun elifchalar yurishi tobora qiyinlashib borardi. Va nihoyat elifchalar o'rmonga kelishdi. U yerda qiziq bir voqeaga duch kelishdi. Voy, bu yerda